tapkalar, toylara büyüyor. Baba baktığınızda sağ ol Ibrahim'den. Ataplerim yaşlılara hizmet etsin. Aftır çocuklar sağlıklı neyse. Gelinler denk alışıp ne azım ilerisi getiriyor işte Ibrahim'den. Tapkalar, toylara büyüyor. Tamam. Assalamualaikum yurtdoshlar. Navbatdagi ishimiz ko'mir katyol bo'ldi. Xiva 11 birinchi tor ko'chadagi uyni ishlarni ko'rib chiqamiz. Bu xonadonimiz ha. Giren yerimize 20 shtuk qo'yib beramiz. Bu sistemamiz obratga podachali bo'lib o'tib turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu joyimiz aboy bosilgan. Döşüklerimizin döşülüşü. Bu zamonaviy batareyamiz alyumin bo'ladi. Her bir bataryasini, her bir korgasını 75 ming so'mdan aldık. Kraynik koydurtmadılar. Kraynik. Gerekmeydi dediler. Şu bilan yani görüşleriniz mümkün. Yine yerimize 20 shtuk, dalanın törüne 20 shtuk koyup beramiz. Zalimiz ham 20 shtuk bo'ladi. Zalimiz ham boydan chiqib turibdi. Görüşleriniz mümkün. Zalimizda kraynik bor. Zalimiz polniya boydan chiqqan. Döşüklerin döşülüşüne itibar etamiz. Akuratli bolup döşüp turibdi. Obratchasini 25lik, podachasini ham 25lik. Eng boshli tochkalarimizni 3 tochkadan 32lik etganmiz, qolganini 25lik turbadan tartganmiz. Aytganimdek dalanimizning to'rine 20 shtuk. Bu podachamiz shuda bunun arkasında bani bor ekan, shu banimizga tartib beramiz. Obratkalarimizni ham oltini ötüp durmanı tumtumala koyup akuratli bo'lib chiqadi bu xolasa. Bu yerimizde choy materyali koyup beramiz. O'zini choy materyalini ishlatib, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerdan rashitini baka chiqarib beramiz. Bu döşükler o'zini avvalgi yatap liniyasi döşükler bo'ladi. Bular hammasisi o'zini döşükleri doğragan choy materialimizni kraynik koyup beramiz. Choy materiallarimizning 10 danasi 13 litr suv oladi. Berimiz mehmonxona. Mehmonxonamsa 20 shtuk. Üzerimiz döşsek, shunday tumtumalak bo'lib chiqadi. Eğer atap liniyani döşükler bo'ladigan bo'lsa, döşük kattaroq bo'lib chiqishi mumkin. Obratkalari, podachasi, aytganimdek, oldingi 3 tochkamiz 32lik, qolganlari 25lik bo'lib turibdi. Bu bataryamizdan kraynik bor. Bataryamiz qizib turibdi. Krayniklerimizin bahasını aytib o'taman 60 ming so'm. Zamonaviy bataryalarimizning danasi har bir shtuki 75 ming so'm. Bu 10 dana bataryamizni suv olish hajmi 4 litr 300 gram bo'ladi. Berimsam choy batarya. Uyindagi bor choy bataryalarini qo'yib beramiz. Bu vajini foydalanib yok vajini materiallarni olib kelamiz. Bu yerdan choy material. Obratgan turbalarini ham yine ko'ringlaringizda o'zini turbalari, o'zini döşüklari, yine avval o'zini onlarını o'tib turgan turba bu yine. Yani turbalarni olib tashlab, ondan taze 32lik, 25lik turbalardan qo'yib beramiz. Bugungi kunda tochkamizni sho'rlarni e'tibor etamiz. Bellar plastik polni tendan o'tib ketgan, yine sunnik ishma yo'q. Hech qanday polni tendan tushib ketadi. Yine bellarni yine ko'rib tursa, bataryalarimizdan ham orqalari ochiq turadi yine. Bugungi kunda 2025-yil yine döşkam o'zinikini ko'ringlaringizda, yine o'zini bor materiallarni ishlatib, 20lik turbalar ham, ko'hna turbalarni ishlatib o'zimiz taxlab beramiz. Bugun kunda 2025-yil dekabrni 25-hissasi tochkamizning narxi 400 ming so'm bo'lib turibdi. Xudo xolasa. Berimiz bani bo'ladi yine. Banimiz ham choy material. Yine qizib turibdi ajoyib bo'lib. Katyolimizni sho'ra chiqqan yerini ayvonchasına qo'yib beramiz. Katyolimizni gradusi yine ko'ringlaringizda 55 bo'lib turibdi. Morlarni har doimgidek samovar qilamiz. Katyolumuzda nasoslarni, nasosning oldindan filtrlarni, nasosimiz 32 ga 8lik bo'ladi. Suv dökadigan slivlarni ham qo'yib beramiz.
Katyolumuzni 4lik disdan zakaz berib zattirganmiz. Katyolumuzni bahosi 8 million bo'ladi. Katyolumuzni yonib turishi yine. Kül aladığın joylari yine bir. Katyolumuzni 3lik listten zattirsa 7,5 million so'm pul oladi. İçine zeyt qo'yilgan. Avtomat datchiklar ham bor, xudo xolasa. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekranda nimalarni qo'yamiz, xudo xolasa bog'lanaverasizlar. Bizada ko'mir katyol, gaz katyollar xudo xolasa eldan kelgancha santexnika ishlari, ariston, nasos, vani ishlari xudo xolasa eldan kelgancha xalqimizning xizmatindamiz. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Qiynalgan oilalar bo'ladigan bo'lsa, dek materiallari bo'lib, usta pul topmay turgan bo'lsalar, borib shundaylar borib zatib beramiz. Hozirgi kunda o'zlaringiz ham yaxshi bilasizlar. Usta pulusi ham 3-4 milliondan kam bo'lmaydi. Vaqtida shunday xo'jaliklar. Xudo xolasa shu videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bo'lib, kuzatishda davom etaveringlar. 2025-yil ham xudo xolasa yakunlab bordi. 2026-yil ham bir omadli bo'lsin. Xudoyim hammangizga sog'lik, salomatchilik tilayman. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Pastda ekranda nimalarni qo'yaman.